Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 7-mart Urganch baliq bozorindamiz. Xudo xolasa birgalikda baliq narxlarini so'rab ko'rib boraveramiz. Kanalimizga like, podpiska bosishni unutmanglar. Sizlarga bugun baliqni zo'rlaridan ko'rsatamiz. Xudo xolasa birinchi bismillah deb sudoq baliqlarimizdan boshlaymiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sudoqlar necha so'mdan bo'ldi aka? 75 danmi? Bularning sazonlar 15 ming so'mdan. Bularning 35. sazonlar 35 dan. Aha. Yaxshi, rahmat aka. Ağa balıqlar necha so'mdan? 58. 58 ming so'mdan ekan sazon. Necha kilo chiqadi bularga taxminan? 2-3 kilo. 4 kilo qadam bor ekan. Necha so'mdan bularga sazonlar? Sazonlar 50 ming so'mdan. 1802 kilo qadam. Yine ağır balıklar zorları sazanlar. Bulan necha so'mdan aq balıqlar? Maybaşlar 26 ming so'mdan. Bulardan 1 kilo bo'g'ishida. Ha. Bu ketteler necha so'mdan buni ağa? 40 ming so'mdan. Necha kilo keladi bular? 2 kilodan 2dan 3 kilodan. 2 kilodan 3 kilodan ekan yurtdoshlar. Bahası necha deysizmi? 40 ming so'm. Yaxshi, rahmat. Berdim. Balıqlar necha so'mdan ağa? 40 ming so'mdan. Balıqlar necha so'mdan ağa? 40 ming so'm. 50 ming so'mdan sazonlar. Necha kilo keladi bu sazon ağa? Taxmin 4 kilo. Katta balık ekan sazonlarimiz. Xudo xolasa bu yoqlarni birgalikda ko'rib boraveramiz. Balıqlar necha so'mdan ağa? 23 ming so'mdan. Ağa tushgan. Ko'lniki tabii. Sazonlar necha so'mdan ağa? 50 ming so'm. Bularning? Bular ham 23 dan ekan. Hop. Sazonlar necha so'm ağa? 50 mingdan. İlan balık. İlan balıqlar necha so'mdan ağa? 60 ming so'mdan. Tabii ko'lniki mi bu ağa? Necha kilo chiqadi ishi birisi ağa? 2,5-3 kilo. Bahası necha so'm? 60 ming so'mdan. Yomon emas lekin. Sazonlar necha ağa? 50 ming so'm. Balıqlar necha so'mdan ağa? Assalomu alaykum. 2,5 kilodan 3 kilo şey. Ha, 2,5 kiloda 3 kilo qoldi, ona. 2 kilodan 3 kilo. Aha. Şorşöneki olay o balık. Sho'r ko'lniki. Sevgilendiğim bunu atlayalım var. Yana. 38 bin sonunda. 38 ming so'mdan necha kilo keladi bu taxmin? 2,5 kilo. 2,5 kilo. 2,5 3 kilo. Yana. Dastlabki xizmatlari bormi ağa? Nerede o? Parazit telefon hazırlığı boyu. Aha, telefon nomerlari ağa? 94 114 33 53. PlayStation nomerlari bog'lanaverasizlar. Aramayın 10 bin son. Qarasa 10 ming so'mdan. 10 kilo bir kilo koşup verin. 10 kiloga 1 kilo qo'shib berasiz. Şorşöneki var. Ha. Bu maybaşdan başkası bormi ağa? Turlari balıqni? Sazonmi? Sazon yine 200 taratdan. Ha, ilon balıqlar sizga eng bular. Gösteri var, sazon var. Gösteri ya vay versene. Yana ağlar. Yo vay. Ne? Yana. Vay versene.
Yovvoyi vesh dedi. Bakın alkavşın. Ha, görünüp turibdi o'zi, gap yo'q. Beçerler bir gazetli var. Davay. İlan balıklar amma yine. Ilon balık necha kilo keladi bog'a? Balıklar 3-4 kilo 5 kilo 3-4 kilo keladi ekan. Uloqani ko'ringlar, 5 kilo qadam dedi. 65 bin son ilan var. Ha, qovuzda boqilmagan bular. Yok yok bana bakılmaydı yavayı ver. Ha, yovvoyi vesh dedi, boqilmagan qovuzda. Ina. Gap yo'q og'a. Telefon nomer. Aha. Ne sabır. Sazonlar necha so'mdan bog'a? Yağsız ola yağsız bir faiz amyandı. Ha, yog'i yo'qmi nang? Yağsız yine uzun çak balık. Ha, yog'siz baliq ekan Ensesi og'alar. yok yani. Ensesi çıkıyor. Ensesinden mesela Ha. yağsız. O 60 bin son. 60 ming so'mdan nang? 3 kilo chiqadi dedi, 60 ming so'mdan. Ina. Gap yo'q. Şubeystan dayak gidiyor öyle. Bo'ldi, ish yerda 3 mesda og'amga ekan. Kelaverasizlar. Urganch baliq bozorida. Yovvoyi vesh dedi. Qovuzda boqilgan vesh emas dedi. Ay. Qarang. Bu yoqda yurtlar bor ekan. Nerda u? O laqqani kattaligini ko'ringlar uni og'lar. Laqqan necha so'm bog'a? 80 ming kilosi. Ha, 180 ha, kilosi. 180 ming so'mdan kilosi bor ekan. Taxminan necha kilo keladi bog'a? 3 kilodan ziyod ekan. Buni uchiliklarni ko'ringlar og'lar. Bu Afrika laqqalar necha so'mdan? 25 ming so'mdan ekan. 2 kiloding 1,5-2 kiloding bor ekan bular. Telefon nomeri bormi og'a? Manzil Urganch baliq bozori. Bo'lmasa shu yerda videomizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.